Assalomu alaykum aynalar. Bugun sizlarga bir istoriya aytib berayin, istoriya. Agar kimki eshitgisi kelmasa, borib sigirlarning astini ko'rasin, mollarga o't taylasin. Kimki eshitaman desa, bitta like, bitta podpiska. Xo'p, bu istoriya 1982-yil Tojikistondan bir mollabachcha Novosibirskga xizmatga boradi. O vaqti Soyuzda, SSR'da hamma shu SSR'ga xizmatga borg'icha edi. Shu mollabachcha Novosibirskga avtorotaga tushadi. Avtorotada xizmat qilib yuradi, 5 vaqt namozini hech taylamaydi. Onu serjantlar, ofitserlar, "Ey, bu mumkin emas" deb, "O'qish mumkin emas, naryadga chiq, postga tur" deydi. Bu shu namozining vaqti keldimi? 5 vaqt namozini shu o'z vaqtida o'qib yuradi. Onu bir-iki ofitserlar izdivatsiya qiladi, nimalar qiladi. Ha, shunda ham u taylamaydi namozini, o'qib yuradi. Ana ondan keyin bir kun, kunlarning bir kuni Moskvadan shu avtorotaga Novosibirskga 3 ta yangi soldatskiy katta gruzovoy mashin keladi. Mashinni plastka qo'yadi, soldatlarni plastka jiyadi, hammasini qaraydi, hamma hisob kitob. Endi soldatlar hamma borma ko'rsin deydi-da. Haligi molla yo'q. Qana molla namoz o'qiyapti, bor chaqirib kel. Molla namozini tamomlab chaqirib keladi. Keyin endi u yangi mashin kelgan, general ham kelgan-da. General aytadi: "Ey, sen bu xizmat" deydi. "Bu 5 vaqt sen haligi namozingni o'qib bu yerda ustab bor" deydi. Keyin molla aytadi: "Bu deydi, Xudoning oldida qarzim deydi. Men musulmonman. 5 vaqt namozimni o'z vaqtida o'qishim kerak. Daji boshima xilich qo'ysang ham o'qiyman" deydi. Ha, general aytadi: "Unday bo'lsa shu dining agar haqiqatdan kuchli bo'lsa" deydi, "ashna deydi. Sen deydi, buna 6 oy xizmat qilibsan deydi. 6 oyda hatto bir mashina haydashni o'randingmi" deydi. Aytadi: "Bo'lmasa deydi, qana o'zingni bir ko'rsat deydi, diningning kuchliligini" deydi. "Mah" deb kilitni mollabachchaning qo'liga beradi-da, o'rtada turgan mashinni deydi, haydada deydi, plasni bir aylantirib yana joyiga qo'y. Biz sana keyin indamaymiz deydi. Molla nima qiladi? Kilitni oladi-da, mashinni haydab, zavodit qilib, mashinni shu plasni bir aylantirib joyiga olib kelib qo'yadi. Joyiga olib kelib qo'ygandan keyin molla tushib kilitni shu yerga olib borsa, shu yerda turgan ofitserlar, generallar hammasi qo'lini ko'tarib qayil bo'ladi mollaga. Nimaga deysizmi? Chunki u yangi kelgan mashinning motori hali vagonda turgan bo'ladi. Hali mashin motori yo'q vagonda. Motori yo'q mashinni zavodit qilib aylantirib ko'ryapsizlarmi? Dinning qanday kuchli ekanligini. Ana shunday ekan ashnalar, shu 5 vaqt namozlaringni taylamanglar. Ol musulmon oilada tug'ildim ekan deb musulmon bo'lib qolmaysan. Shu 5 vaqt namozing bilan musulmon bo'lasan. Sahiyliging bilan musulmon bo'lasan. Chunki dunyoning qaysi burchagiga borsang sendan pasport so'raydi, dokument so'raydi. Sen kimsan, qayerdansan? O'zbekistondansami, Tojikistondansami, Afrikadansanmi deydi. Ha, Xudo ko'rsatmasin, o'lib qolsang, o nariyoqqa jannatning darvozasining oldiga borsang, o yerda turganlar cherezni bilmaydi. Pasredlik yo'q o yerda. Shu 5 vaqt namozing sening hujjating bo'ladi, pasporting bo'ladi, musulmon degan. Ha, mana musofirda jirganlar aytayin, haligi 30 kun tutgan o'razang propiska bo'ladi. Sahiyliging, yaxshiliging patent bo'ladi. Savrumenni qilib aytayin-da. Ashnalar mana shunday. Yana tag'in 5 vaqt namozni o'qidim deb, Xudoga shukr, bugun qarzdan qutuldim deb barga urib ketma. O'z yo'lingda yur. Musulmonsanmi, shu 5 vaqt namozingni o'qi.
Xudo yo'lida jirib shu ishingni qil. Bola chag'anga qarab jir ashnalar. Asangar nasat. Keyin haligi general nima deydi? General. General hali mollani chaqiradi. O'zining kabinetiga kirgizatdi, aytadi, ashna deydi, endi deydi. Men sana deydi, haqiqatdan qayilman deydi. Shu dinni deydi, qabul qilish uchun nima qilish kerak deydi. Mollaga aytadi, nima qilayin deydi. Aytadi, molla aytadi, bo'lmasa qaytar deydi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Ashhadu